Assalomu alaykum. Biz bugun sizga Rapid Portable RPT3 portativ gaz analizatorini namoyish etmoqchimiz. U bir vaqtning o'zida 4 turdagi yonuvchi gazlar, bu holatda metan, is gaz, kislorod, vodorod sulfatdagi gazlarga mo'ljallangan. Ushbu gaz analizator ishlash zonadagi havosini, masalan, kollektorlar, tozalash inshootlari, avtomobillarga gaz quyish shoxobchalariga, avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalariga personalning individual xavfsizligini ta'minlash uchun ishlatiladi. Hamma gaz analizatorlarimiz o'z standart muvofiq sertifikati, o'lchash vosita turidagi tasdiqlash to'g'risida va tekshirish to'g'risida guvohnomalariga ega va O'zbekiston Respublikasining o'lchash vositalar davlat reyestriga ham kiritilgan. Korobkaning ichida nima borligini hozirga namoyish qilamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ekspluatatsiya bo'yicha qo'llanmasi bo'ladi. Gaz analizatori pasporti bo'ladi. Gaz analizatori o'zi, zaryadlash qurilmasi va kalibrovka uchun nasatkasiga ega. Ushbu bizning gaz analizatorimiz Rapid Portable RPT3 modifikatsiyasi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda kiyimga mahkamlash uchun maxsus qisqich bor va karabin uchun halqasi ham bor. Gaz analizatorimiz akkumulyatorda ishlaydi, zaryadlash qurilmasidan zaryadlanadi. U uncha og'ir emas, taxminan 200 gram, qo'lda qulay o'tiradi va sirpanchdan qarshi soft touch qoplamiga ega. Hozir buningizga yoqib beramiz va nima ko'rsatkichligini bor ko'rasizlar. Bitta knopkasi bor, shuni bosib turamiz 3-4 soniya. Ekrani yondi. Mana bugungi sanasi. Bu pрошивка versiyasi. Ular xavfning yuqori chegarasi. Bu esa xavfning pastki chegarasi. Shu 4 turdagi gazlar. Endi hozir 5 soniya kutamiz. Mana bu hamma pokazaniyalar ko'rib turganingizdek 0 bo'lib turibdi, faqat kislorod 29. Hozir biz shu gaz analizatori pastki va yuqori chegarasigacha yetkazish uchun gaz jo'natamiz. Mana kalibrovka uchun o'zini nasatkasini kiygizdik. Shu yerda rotometrimiz bor va shu metan gazni jo'natamiz. Mana bu xavfning pastki chegarasi. Shunaqa jirillaydi. Vibratsiya bo'ladi. Bu esa yuqori chegarasigacha borganda. Tovushi ham baland, vibratsiyasi ham kuchli va svetodiod yonishi intensivniroq. Ushbu chegaralarni bu kompyuterda maxsus dastur ta'minot orqali o'zingiz o'zgartirsangiz bo'ladi. Gaz analizatori o'chirish uchun shu tugmasini bir necha soniya bosib turasiz va tovush chiqaradi. Bo'ldi, o'chdi. Batafsil ma'lumot bilmoqchi bo'lsangiz, bizning ofitsial veb-saytimizga kirib, bilib olsangiz bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar, charchamanglar.